Obunachilar, hozir mana oldimga bitta o'rtog'im keladi. Mana bratishgan. U bilan biz xo'r joyga kelamiz. Qisqa aytib ber hammaga. Mana biz hozir mana bunaqa katta uy turibdi. O'sha yerga kiramiz va o'sha yerda challenge o'ynaymiz. Hamma tepasigacha kirib chiqamiz. Adashib qolamiz, farqi yo'q. O'yna tomondan katta tepadan amma sakraveramiz, farqi yo'q. Bo'ldimi? Davay, ketdik. Challenge boshlaymiz. Operator bugunman. Bugun operator bo'laman. Kechirasiz. Mana ukam yaxshi turadi, yaxshi. Yaxshi to'la bor ekan. Operator bugun Abdulvoriy. Mana hayır. Uyga qaraylik kattaligini. Zabroshka kiramiz. Uyga qaraylik. Ketdik. Qaytib qo'y. Bu uy meniki. Qanaqa bir yil sen sanashib yeysanmi? Ha? Sanashib yeysanmi? Qaraylik. Mana bitta kineyim bor. O'sha kineyim. Mana qani ketdik. O'sha kineyim mana anaqa. Ular 40 yoshli. Keyin o'sha kineyimmi? Mana shu uy o'sha kineyimmi? Ketdik. Bir 2 yosh katta. Men bu yoqqa To'xta, bu yoqqa kel. Birinchi paslarni ko'ramiz. Mana bu yerda yemlar yotibdi. Buq yotibdi, mana itlarni. Somollar. O'tib ketsa bo'laverarkan. Lekin qiyin. Buq bosib qo'ysanglar yomon. Mana Hozir biz mana bu turgandik. yo'qdan emas. Orqa tomonda, mana bu tomonda. Biz bu yerda ham turdik, bu yerda ham turdik. Ketdik. Qani ketdik. Nima deb yozdim? Yomon gaplar yozilganda. Ketdik endi. Balchiq qaraylar, balchiqlar. Uy ichi yomon. Sovuq ekan uy ichi. Yoqdan o'tsa ham bo'ladi. To'xtatib, yoqdan bo'lgan. Mana shu keldi, hammam bo'lgan, mana shu hammam ko'rishgan. Yoqdan Yoki qanaqadir qamoq. qamoqda. O'yin. Quest. Bu yomon qo'rqinchli joy ekan. Bu quest kabi. Adashib qolsanglar ham bo'ladi. Adashib qolasizlar. Biz bu yerda o'sha. Biz bu yerda birinchi. Men bu yerda birinchi martami? Mana ukam bir 3-marta kelyapti bu yerga. O'rtoqlarim bilan yasma to'p o'ynab kelganman. Men yo'q, 3-marta. Mana shu 3-chi. Voy, mana shu muz. Chunki o'sha ko'chadan qor yog'yapti bolalar. Bilmadim nimaga. Hozir havo yozda, lekin qor yog'yapti. Biz hozir 2-chi etajga chiqaylik. 2-chi etaj, 3-chi etaj. Qaranglar qo'rqinchligini. Tushib ketsa yomon bo'ladi. Cho'potsak ham. Mana shu yerga chiqamiz endi. Ushlabdir operator ikkinchi. Ikkinchi operator. Ikkinchi chiqsa yomon tushib ketsa bo'ladi. Mana, menga ko'rsating. Mana hozir. Mana akam. Mana akam. Ana endi tushdik. Operatorni birinchisi. Endi bu yoqqa tomonga yuramiz. Hamma joyi loy. Suv. Qanaqa qilib yurish bo'ladi, bu yerda bilmadim. Lekin men o'zim xohlamagandim bunaqa qo'rqinchli joylarga borish. Mana ukam. Qaranglar muzlarni mazzaligini. Buni muzlab qolibmiz. Bu ikkinchi etajdan bunaqa joylarga kelib qolsangiz ham bunaqa joyda
qaranglar. Mana shunaqa bizlar anaqa nima edi? Biz Bizni muxlisimiz ham kelsa ham tushib ketadi. Endi biz duximizni berayotganimiz yo'q-da endi. Endi. Kelib bordik, bir mana shunaqa bizni orqamizdan qaytarmaydi. Bu egasi emas, pochcham. pochchami? To'g'ri, Ani ketdik endi. To'xta. Ana ket. Ne ketdik. Endi mana bitta Aka qilamiz. yuring. Hozir. Tualetda qaranglar. Manimcha temirgacha qo'ysa bo'ladi. Keyin qo'shsa yomon bo'ladi. Suvlarni qaranglar. Manimcha belgi qilib qo'yish kerak. Agar chiqish yo'lini topolmasak ketdik. To'xtang. Mana bittani chiqdi. Mana qarang, mana yomon zo'r joy qilishgan ekan. Qo'rqinchli ekan odam. Mari ketdik endi. Yiqilib tushsa bo'ladi. Anaqa uch qilib turganini bor ekan. Uch. Odamlar ham o'lib qolganmi? Nimadir bo'lgan ekan bu yerda. 30 yildan beri bu yerda yashaydi. Bu yomon qo'rqinchli joy ekan. Qaranglar, hamma narsa joyi qurib qo'ygan. qishlarigacha qolib ketgan. Qaranglar, eski qishlar, Lekin shu bo'ldi, bashlaydi. muzlab ketgan narsalar. Kimda yo'qdir? Mana mashit. Mashitdan oldinga bitta bola pul topgan mashitdan $100. Lekin uni ayniqsa u soxta. Hamma. Shuna. To'xtanglar. Endi biz Mana keling. Ko'rsan. sizlarga bu. Sizlarga chiqdi. Ana. Sizlarga. Chizdim. Yomon qo'rqinchli ekan, lekin birochiga sanchi qilmasan. Qani. Uchi o'tirmayapti. Ana ketdik. Mana kam mashinasi. Endi nargi Chiroyli mashina. pastdagi ikkinchi tomonni ko'rsatamiz. Pastdagi ikkinchi tomon. Yur. Endi biz qayerga ketamiz endi biz? Endi hozir ikkinchi tomonni ko'rsatamiz. Bu yerda, bu yoqqa ket. Bu yoqqa ket. Bu yerda yomon. Bu yoqqa ket. Agar bolani olib kelish mumkin emas buyoqqa. Olib kelsanglar ham buyoqqa tushib ketsa Yomon bo'ladi. yomon bo'ladi. Biz sizlar uchun loyiladan yurib o'tib ketyapmiz. Mana. Yo'qolib qolish bu yerda yomon. Yo'qolsa bo'ladi. Mana bu yoqqa. Qachon tushdi? Qo'rqdim. Temir. Mana qaranglar. Mana shu qiyin emas. Tog'ang buraya. Mana. Shu qo'rqinchli joylar ekan. Qatdan qo'lasam, bu yerda qatdan yo'qolib qolmagan. Sen bu yerda Bola, endi chiqish yo'li-chi. Bu yoq emas. Bu yoq boshqacha yo'l. Bu yoqda qilinganmi, bilmadim. Mana bu yerdan ham tushib qolsa, ikkinchi tomon, bo'ldi, mashta. Ham bo'ladi. Lekin bu yoq yaxshi qotmagan-da. Ana ustiga tegish kerak emas. qanaqa qilib yaxshi qotmagan? 32 yil bu yerda yuribdi. 42 yil. 42 yil. Lekin bu yoqdan Bilasizlarmi, qatdan bu ma'lumotlarni bildim. Bu yerda bitta odam yashaydi. Kim? Bu yerda mana shu больница ham bo'lgan. Yo'q, больница emas. Endi mana shu kimdirlar davolashgan. Oldin 42 yil. Ninalar bor shuni. Nina nima qilyapti bu yerda tushunmayapti. Bu mana bu yerda yomon. Bu
Biz hozir qayerda deb o'ylaysan? Qayerda Biz qani? tog'damiz hozir. Tog' tomonni orqasidamiz. Mana shu uyga qurilgan. Lekin ketdik endi. Topish kerak birodarlar. Pochcham o'ldiradi. Oqtoshi ikkinchi varianti. Ikkinchi variantini Oqtoshi orqasi. Mana shu yerda nimadir bo'lganda, mana shu nimadir qurilgan, keyin bu yoqqa buzib tashlaganmi? O'zini nima bu? Qaranglar, yong'oqlarni eskilini chirib o'lib ketgan yong'oqlar. Nima bu? Yong'oqmi? Yong'oqlar qaranglar. Mana bitta televizor qarabkasi, даже televizorgacha buzib tashlashdi. Arofini alkashishgan, yashaganmi bu yoqda? Bilmadim endi. Endi qaranglar, manalarni, rudalarni qaranglar. Daxilakini bu tomonga ko'raysiz. Voy. Mana shu O'zlar ketyapman u. Qarmoq qo'yishgan, qarmoq. Qarmoq qo'yishgan. Endi buni yasab tashlab yuborishgan. Bitta ketdik. Bolalar biz endi muzlab ketyapmiz. Nima qilishganda qurilib Challenge bu. tegizli Mana challenge bu. challenge tugadi. O'tdik challenge. Turib berdik mana sizlarga. Agar yana challenge qilib yozadigan bo'lsangiz, yana o'sha challengelarni bajaramiz. Agar tog'amiz Nexia uchini portlatamiz desangiz, benzin qo'yib joyida. Bugun aytsanglar, bugun yo'qoraman. Tog'am Nexia uchlarini joyida bugun yo'qoraman. Mana shunaqa kommentariyada yozsanglar, yo'qoraman tog'am Nexia uchlarini. Ketdik. Bo'ldi. Mana ketdi. Ana zilni ko'ryapsizlarmi? O'sha mani ammamni o'g'lini zili. Shuhrat aka. Buxur aka jinni. Mana Radnoy aka dey. Odam menga. Mana u mani Radnoy akam dey odamni uyi. Qurilyapti, yaxshi. Chiroyli. Mana bu urilmadi. Qo'rqinchli. Yana biz o'sha yerda yurganimizda qaranglar, taqashlar turibdi. O'sha yerdan yurmadik. Yurganimizda ham bo'lardi. Agar like bosmaganinglarda suv ko'rardim, o'zog'imda. Endi biz nima qilamiz? Yana challenge tashlashsa, yana qilamiz. Yana hozir ammam bilan so'rashib chiqamiz. Ungacha sizlar yig'inglar. Like yig'ib tashlaylar. Agar 100 mingda 200 mingta like yig'ilsa, 100 mingda 200 mingta like yig'ilsa, bitta oxirgi obunachimizga ana mashina olib beraman. Mashina. Mashina pulini bermaydi. Malibuda. Yo'q, qanaqa mashina bu? Mana ma'no qilib beramiz. Unaqa emas, endi Malibu olib beramiz-da endi. Kichkina o'yinchoq. Yo'q. O'yinchoq, pulimiz yetmaydi-yu, jinni. Mayli endi. Aytyapman, bu sanash bilmaydi, jinni. Aldayapti. Malibuni qanaqa beramiz? Malibu pul ishlab, mana shunaqa 100 ming, 200 mingta like yig'ilsa bo'ldi, biz anaqa YouTube kanal deganni olmasini olamiz. Boy ketamiz biz. YouTube kanal deganni olmasini olamiz. Bo'ldi, yana sizlarga bitta narsa aytaman sizlarga. Men Jeffrey Epsteinni ko'rganman. Bitta videoda ko'rganman.